Assalomu alaykum, hurmatli mani go'zal opaginam, Sohibaxon opam. Bugungi tavallud kuningiz muborak bo'lsin. 2025-yil 23-aprel sanasida bugun tug'ilgan Sohibaxon opamizni bugun tavallud kunlari bilan tabriklab qolamiz. Ilohim tanijoningiz sog' bo'lsin, farzandlaringizga bosh bo'ling. Sizga Dubaydan alangali salom opajon. Shunday go'zal, mana doimgi go'zal Gulzorimdan sizga alangali salom. Ana shu gullarni hammasi sizga, boshdan oxirigacha mana siz uchun opajon. Sog' bo'ling. Sizni yaxshi ko'ramiz, bilasiz. Mana shu joylarga kelasiz, xudo xolasa, o'zim olib kelib aylantiraman sizni. Opajonim mana. Yuzga kiring. Nima orzu-niyatlaringiz bo'lsa hammasiga yeting. Baxtli bo'lishga haqlisiz. Jonim. Kutib qolaman sizni Dubayda. Keling.